Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 41 soniga hoş geldinglar. Bugun biz ilişki qirg'inchiligi, yarkan ilişki qirg'inchiligi va muajiratdagi kimlik kartasi to'g'riliq Salih Xudoyor apandim bilan suhbat olib boramiz. Bizning tashqi ishlar ministrimiz Salih Xudoyor apandim yaqindan beri nurg'un xizmatlarda bo'ldi. Bu suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmat. 5 iyul Ürümçi qirg'inchilik namoyishniki oldi keyinda bo'lib Salih Xudoyor apandimni aytib aldirash o'tdi. Shu mezgilda xalqaro dunyo xalq sotiga bir yig'inga sotga borib keldi. Oldi bilan Salih Xudoyor apandimning shu sotga qanday bağını, nemishga bağını, qanday natija chiqqanini bir so'zlab berishni taklif qilamiz. Aslida bu sotni o'tgan yili qilmoqchi bo'lgandi. Bu Puhrolar xalq soti degan tashkiloti, ya'ni Berlindan chiqqan tashkilot, ya'ni Berlindan markazlangan, Berlin Germaniyada markazlangan tashkilot biz bilan aloqalashganda o'tgan yili shunda bir Xitoy ustida xalq sot ochmoqchi edi, qatnashib boramisiz dedi. Biz albatta bo'ladi dedik. Andan keyin qaysi teamda nima qilamiz deyishdi, ozroq munozir qildik. Boshqa kishilik huquq tashkilotlarining qatnashganligini dedi. Shuning bilan dedik, undaq bo'lsa kishilik huquq tashkiloti kishilik huquq masalasini desin. Biz bu irqiy qirg'inchilikniki, bu Xitoyninki Sharq Turkiston deb borayotgan tüm jinoyatlarninki yiltizininki yiltizdagi masalani deydi dedik. Bu bo'lsa Xitoyninki Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi va mustamlaka qilishi. Butun bizningki xalqimizningki duch kelayotgan bu irqiy qirg'inchilik, insoniy qarshi jinoyatlar va barliq zulmninki tubdan yiltizi shu Sharq Turkiston davlatininki Xitoy tarafidan tajovuz qilinishi va Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishi va mustamlaka qilinishi dedik. Shuning bilan ma'qul qilamiz deb boshda ma'qul deganda, keyin vaqtini o'zgarishga majbur bo'ldik. Ba'zi sabablardan dedi. Shuning bilan ma'qul dedik. Qachon sizlar tayyor bo'lsanglar, bizmi tayyor oldin bir necha hafta xabar qilib qo'ysanglar, biz tayyorlik qilamiz deb ularga yetkazdik. Keyin shu 7-yillarda ichilish qilib 8-yillarda rasmiy sotni boshlaydiganligini aytdi. U vaqtda men aslida BDTda bizningki yolg'izlam kishilik huquq masalasi emas, Xitoyninki kishilik huquq nimasini tashkil etadigan yig'in bor BDTda. U yerga bizningki hukumatiminingki ma'mur raisi Sayrgul Savitbayxon bilan bordik. Va bu yerda yana shu bir necha tashkilotlar bilan va shu BDTga a'zo ba'zi hukumatlar bilan kurashdik. Ayrim yopiq kurashishlarda ularga shu dedik. Buningki bu sizlar irqiy qirg'inchilik deb ba'zi davlatlar shu irqiy qirg'inchilik deb yoki insoniy qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan davlat bilan kurashganimiz dedik. Bu irqiy qirg'inchilik dedinglar, insoniy qarshi jinoyat dedinglar. Ammo bu irqiy qirg'inchilik, bu insoniy qarshi jinoyat hech to'xtamadi. Hatto 5 yillarcha davom qilyapti. Hatto biz shu yerdagi vaqtimizda Xitoy manevr o'tkazdi Sharq Turkistonda. Necha ming askar va soqchilar bilan yana shu Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davom qilamiz degan mesajni berdi. Shuning bilan dedik, sizlar agar haqiqatan biz uchun kishilik huquqimizni bu qirilib ketishimizni oldini olishinglar niyatinglar bo'lsa, bu masalaninki yiltizini nima qilishinglar kerak. U bo'lsa Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan tajovuz qilinishi va mustamlaka qilinishi. Xalqaro qonun bo'yicha bizningki milliy o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimizni qo'llashinglar kerak. Mush masaladan kelib chiqayotganligini deyishinglar kerak dedik.
Sohbetlerimiz hali yaman emas bo'ldi. Bundan keyin davomliq shu BDT'da ko'rinib turadigan bo'ldik hamda. Shu vaqtda aslida men 6-yilda qaytib keldim nimaga Amerikaga. Shuning bilan oxirida kelib men qatnashib bersangiz siz degandek shu Sharq Turkistonniki shu ya'ni Uyg'ur xalqininki o'zining davlatininki o'zining egilik huquqi haqqi bog'liq haqida temada so'zlaysiz dedi. Ma'qul deb bordim. Berib shu yerda bir 10 necha minut so'zladim. 15-20 minutlik savol javob qismlari bilan. Shu yerda bu Sharq Turkistonniki azaldan bir mustaqil davlat ekanligini, Xitoy tarafidan tajovuz qilganligini, tajovuzga uchraganligini, ishg'ol qilinganligini va bugungi bu irqiy qirg'inchilikninki yildizi, ya'ni shu Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan tajovuz qilgan bir davlat ekanligini o'tirib qo'ydik. Va yana bu qutulishimiz uchun, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun, ya'ni shu bizningki davlatimizning mustaqilligini asli keltirish muhim ekanligini va buni xalqaro shu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan va shu Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqiga ko'ngil bildirgan bor davlatlar, tashkilotlarningki biri bu yildizdagi masalani tunish ekanini, ya'ni Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilib olgan bir davlat ekanligini, bizningki tashqi, ya'ni mustaqilligimizni haqqimiz bor ekanligini e'tirof qilishini va bu masalani birdan bir yo'l shu ekanligini, hal qiladigan yo'l shu ekanligini ta'kidladik. Va yana bu xalqaro davlatlarning BDT'da bizning masalamizni shu decolonization deydi, ya'ni mustamlikani oxirlashtirish ahdnomasiga asosan bizningki Sharq Turkistondagi Xitoyning mustamlikasini oxirlashtirish uchun harakat qilishini va xalqaro jinoiy ishlar sud bizningki arzimizda pasib turayotganligini, buning sababi davlatlarningki xuddi Rossiyaningki Ukrainaga tajovuz qilganligiga besim qilgandek bizning xalqaro jinoiy ishlar sudini Rossiyaning tajovuzini surish qilishing kerak deb besim qilgandek Xitoyninki Sharq Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchilikni, insoniyatga qarshi jinoyatini surish qilishga va Xitoy amallarını jazolashga besim qilish kerak deb u yerda ta'kidladik, tariximizni so'zladik degandek. To'g'ri. Pek yaxshi yo'qdi. Demak, faqat kishilik huquq deb berib, u yerda oqmaydigan gapni qilgandan ko'ra, ishninki manbasini to'liq degandan keyin natijasi boshqacha chiqdi. Buni bir xulosalab o'tsak, Solih Xudoyor apandim bizning hukumatimiz nomidan so'z sohib bo'lib, sudda gap qildi. Undan keyin Sharq Turkistondagi barliq balay ofat va yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikning manbasi Xitoy mustamlakachilari ekanligi, xalqaroning Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqilligini asli keltirishiga amaliy turda yordam berish kerakligini ta'kidlab o'tdi. Solih Xudoyor apandim dedi. Hammani o'zi degandan keyin sudda shunday tushunish bo'ldi. Amaliy yordam kerak deb ta'kidlab o'tdi. Undan keyin Dunyo fuqarolar sudi Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Xitoyning jinoyatlari to'g'risida oxirgi hukmni berdi. Sudchi Sharq Turkistonning aslida mustaqil bo'lishi kerak bo'lgan rayon ekanligini ta'kidladi. U Xitoyning jinoyat o'tkazishdagi asosli muddasining Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish va Sharq Turkiston xalqini bir Xitoy davlatiga zo'rlik kuch bilan qo'shilish ekanligini o'tirib qo'ydi. Bu nihoyatda xushyorlik natija bo'ldi. Sudchi xalqaro qonunning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini e'tirof qilishni talab qilganligini ta'kidladi. U Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini nishon qilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoiy qilmishlarini sistemalik planlagan va ijro qilganligini, bu jinoyatga Xitoy diktatori Shi Jinpingning bevosita mas'ul bo'lganligini xulosaladi. Bu hozirgacha ko'rilib boqmagan bir natija. Sudchi davomli elib berilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligi Uyg'ur millatini butunlay yo'qotishni maqsad qilgan uzluksiz hujum deb ta'kidladi. Demak, bu sud garchi ijro qilish kuchi bo'lmagan sud bo'lsa-mu, ammo nihoyatda xushyorlik hozirgacha ko'rilib boqmagan bir natija ko'rildi. Buning sabab bizga vakolatdan Solih Xudoyor bizning hukumatimizga vakolatdan nihoyatda to'g'ri gapni qilib, shu
Sharq Turkiston bo'layotgan irqiy qirg'inchilikning manbasining nimaligini tushuntirib qo'ygandan keyin natijasimi biz xohlagan yerdan chiqdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda biz bu temamizni ilishqi qirg'inchiligi, yarkan ilishqi qirg'inchiligi deb oldik. Yarkan ilishqi qirg'inchiligini Sharq Turkistondagi keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik boshlanishining birinchi qadami deb qaramsiz. Bu vahshiyona qirg'inchilikning mohiyatini yoritishning ahamiyatini so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Hamda bu bizningki xalqimizningki irqiy qirg'inchilikningki birinchi qadami shu Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkistonga besib kirgan vaqtidan tortib Xitoy bu bizni tamamen yo'qotib etish planini shu vaqtda nima qilgan. Yani undan burunmi shu plan qilgan vaqtida Sharq Turkiston tajovuz qilamiz deb plan qilgan vaqtida bu planni batdi. Ammo bugungi ko'rayotgan bu irqiy qirg'inchilikka qarasak, boshlanishi shu 2014-yili 5-oyda boshlandi desak bo'ldi. Shu vaqtda Xitoy Xi Jinping jallati Qashqarlik ziyorat qilib, Urumchilik ziyorat qilib 4-oyning oxirida. Undan keyin biz shu Sharq Turkistonchiliga atalmış bölgünçi degan kuchlarga zo'ravon qo'shinlarga u bo'lga qattiq rejimsiz zarba berishimiz kerak deb buyruq nim qildi va Xi Jinpingninki aeroportga ketib uchiblam Urumchidan 1-2 soat qolmaylam Xitoy istixboroti Urumchidagi poyezd stansiyasida portlash yapadi. O'zi chunki Uyg'urlarni terrorchi ko'rsatish kerak ya. O yetmey yana bir hafta qolmay, bir ikki hafta qolmay 5-oyninki boshlarida yana Urumchida Sey bozorida yana bir portlash voqeasi bo'ldi, ya'ni shu Xitoy istixborotining qilmishi. Chunki Uyg'urlarni ko'rsatish kerak. Chunki bu yerda xalqaro mutaxassislarning muloyiza qilgan narsa shap bilan burun Uyg'urlar Xitoy davlatiga va qurolli qo'shinlarga, ya'ni ishg'olchi qo'shinlarga zarba berayotgan xalq tasodif bilan fuqarolarga hujum qilishga boshlangan zamonida deb shunday qildi. Buni tushunolmadi, nima uchun bunday bo'ladi deb nurg'unlar shu vaqt muloyiza qildi. Albatta, buni keyin ko'ramizki, keyin ko'rdikki, bu Xitoy istixborotininki o'zininki bizni, ya'ni Sharq Turkiston xalqini atalmış terrorchi ko'rsatish uchun o'zi o'ynagan o'yini. Keyin Suriyadan buyruq oldi, anda qildi, manda qildi, Suriyadagi ezib ketgan bana qilib, bu irqiy qirg'inchilik atalmış xalq urushini boshlatdi. Va bu xalq urushini shu 5-oyninki agar xato nim qilmagan bo'lsam 5-oyning 2014-yili shu atroflarda rasmiy jakaladi. Jakalab 1 oy qolmay, 1,5 oydak keyin Yarkentda Ilishquda qirg'inchilik bo'ldi. Bu qirg'inchilikning endi asli nimadan boshlanganligi haqida nurg'un necha xil nimalar bor ekan, so'z, ya'ni qarashlar bor ekan. Ammo shu xalqimizningki buningga Xitoyninki bizga besim qilishiga chidayolmay, tinchlik shaklida namoyish shaklida qarshilik berishiga Xitoy rehmsizlarcha bostirdi. Va ba'zi manbalarda, masalan, Erkin Asya radiosuningki manbasida 2000 dek adam o'ldirildi, qirg'in qilindi deb nim qilindi. Ammo Xitoyninki o'zininki, ya'ni Hong Kongdagi Apple Daily deb xabar nimasi bor, to'rbiti bor. Keyin taqilib ketdi, Xitoy taqib o'tdi. Shular 2 Xitoy ofitseri bilan bir necha Xitoy askarlarini ziyorat qilgan shu vaqtda. Va shu askarlarningki va ofitserlarning deyishicha, bularga shu ashadagi barliq xalqqa jonliq nim bo'lsa, shuning o'q chiqarishni, qirib etishni buyruq tushiribdi ekan. Va u Apple Daily'ning deyishicha, oz deganda 5000 dek odamni
qirib etibdikan. Şunun bilan rasmiy boshlandi desak bo'ldi bu irqiy qirg'inchilik, bugungi davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligimiz. Va uninki deyishicha yolg'iz bu Yarkent emas, bosh Sharq Turkistonninki boshqa rayonlardami, boshqa cho'ng shaharda emas, yez rayonlarda adam chet ellikli yo'q, tuzuk Xitoy u bu boshqa nimalimi yo'q. Rayonlarda ethnic cleansing degan, ya'ni irqiy tozalash operatsiyalarini olib beribdi. Va shu kichik yezlarda necha yuzdan odamlarni boladan tortib shu cho'ng'igacha bir kim Xitoy bo'lmasa, Uyg'ur bo'lsa hammasini qirib tashlash buyruqni chiqaribdi. Va shunda operatsiyalarga bir necha Xitoy shu Apple Daily'niki ziyorat qilgan bir necha Xitoy askarlari qo'shilibdi ekan. Shuningga qatilibdi ekan. Shunda buyruq berilibdi ekan. Ya'ni çünkü çoğun şehirde haber tapalayımız olsun mu? Ondan keyin o chet ellikli meyli ziyaretçi buluş süpütü bilen, meyli ticaretçi buluş süpütü bilen, yoki meyli muhbir buluş süpütü bilen, yoki aşağıda kizivatkan ticaret nima ziyaretçi süpütü bilen berip turdu emasmi? Bu yezlarda, bu küçük yezlarda hem de başka adamlar chet ellikli nima qilmagandan keyin bular shunda nurg'un xalqimizni shunda qirib etgan gap. Va buni balkim davom qilyotidi, chunki unda shundan xabar topishimiz nihoyat tez. Shuning bilan bu qirg'inchilik 4-5 kun bir haftadek davomlashdi va shu vaqtda Xitoy avosiz aeroplanlar bor emasmi, drone deydigan uçqisiz. Shu vaqtda nima uçqisiz aeroplanlarni shu vaqtda Sharq Turkistonda tunji qatim shu Yarkent qirg'inchiligida Yarkentda sinaq qilib beqibdi ekan. Va boshqalarning deyishicha u yerdagi shu xalqimizni qirg'in qilib bo'lgandan keyin jasadlarni ko'ydirib o'tgan gap, paket qo'ymaslik uchun. Bu bizningki yaqinqi tariximizda eng cho'ng qirg'inchiliklardan birisi, hatto balki Urumchi qirg'inchilikdanmi vahshiyroq deyishimiz mumkin. Ammo shu kuni boshlandi bu irqiy bugungi irqiy qirg'inchilik nimasi rasmiy rahimsiz shaklda shu vaqtda boshlanib, undan keyin asta-asta hamma yerda kamplarni, lagerlarni selishga boshladi. Asta-asta xalqimizni tutqun qilib, har turli bahonalar bilan tutqun qilib, shu turmalarga, lagerlarga nima qilib, asta-asta o'ttirishga, yo'qotishga boshladi. Rahmat. Bu Yakan vaqasini Salih Xudoyor apandim deydi. Hozir bu qirg'inchilikmi? Yakan qirg'inchiligi. Bu hargizmi yagona vaqa emas bu. Buning boshqa odam az yezladiki, odamlarni qirg'inning o'zimi buning paketi. Demek bular bu planla uzun soqqan başlanışı dal şu vaqtdan boshlangan. Salih Xudoyor apandimning deyishicha bo'lganda 5000 atrofda insonni qatl qilgan deb qarasak, agar boshqa yezlardagilarni qo'ysak, bu son cho'qim bundan chiqib bo'ladi. Shunga bu voqeani, bu qirg'inchilikni qat'iy unutib qolsak bo'lmaydi. Buning uchun namoyish chiqamiz, buning gapini, buning aqidini qilamiz. Hamda bizning hukumatimiz kimlik to'g'risida Hükümetimiz muhaciratdagi Sharq Turkistonliklar uchun vatandoshlik kimlik kartasi ta'sis qilish programmasini o'tirib qo'ydi. Bu to'g'riliq bir so'zlab aytasiz. Albatta, buni aslida biz burungi 8-navbatdagi hukumatni qilamiz deb bir iqtisodiy imkoniyatimiz yer bermay shu vaqtlarda uningga kelishamiz, asli pasport chiqaramiz, bostiramiz degan to'q. Keyin buni obdan so'rash qildik. Agar pasport bostırmız desek, bunun zor mablag' ketadi ekan. Rasmiy sifatli pasport bostırmız desek. Masalan, uniki pasport bosadigan mashinalar bor. Shu az deganda o mashinasininki eng azini $250,000 ekan. Bizda unda bir mablag' yo'q. Shuning uchun uni nima qilmayman. 9-navbatdagi hukumatimiz parlamentimizningki talpi bilan va parlament
parlamentda bir qonun o'tkazdik. Shu nima o'tgandagi parlament yig'inimizda 7-oyninki 7-sida Sharq Turkiston fuqarolik kimligi qonunini o'tkazdik. Va shuningda oldi bilan shu kimlikni rasmiy fuqarolik kimlikni sifatli shaklda chiqarganligimizni buyruq qilindi. Va bu yolg'iz buniki asosiy maqsadi biri Sharq Turkiston xalqini o'zininki milliy kimligiga, o'zining milliy kimligini, o'zining milliy davlatchilikka bog'lash uchun. Ikkinchidan, u yerda ezib qolgan qarindoshlarimiz bor. Shularga kimliksiz yurayotgan, shularga kimlik qilib bir panohlik qilsa, mana hukumatimiz tarafidan rasmiy kimlik. Bu kimlik 100% rasmiy shaklda nim qilindi. Masalan, xuddi Amerikada citizenship kart, pasport kart beradigan ishlar bor. Shuning o'xshash va yoki Turkiyadagi davlat kimligiga o'xshash va yoki Yevropadagi davlatning kimligiga o'xshash rasmiy professional shaklda bo'lgan bo'ldi. Buni qilish biri iqtisodiy jihatdan sal qulaylikroq bo'lgan bo'ldi biz uchun. Va texnik jihatdan sal qulaylikroq bo'lganligi uchun mushuni hozirchadan mushuni boshlab turaylik dedik. Parlamentningki ko'p sonli qarori bilan 7-oyning 7-sida. Birinchi bosqichda hamda oldi bilan shu parlament a'zolari va oilalarini qildigan bo'ldik. 3500 atrofida kimlikni taqib, 9-oyning 14-yilgacha, ya'ni hukumatimizningki 20-yilligiga qurilganligiga, rasmiy qurilganligiga 20-yilligigacha shu oldi bilan shu hukumatningki parlament a'zolari va oilalariga. Ondan sırat 11-oyning 12-sida rasmiy avam xalqimizga ochadigan bo'ldik. Buningki yana bir nimasi Tibet surgun hukumatiga o'xshash xalqimizningki hukumatimizga iyona qila oladigan va kelgusida ki ochiq inshaalloh ochiq saylovlarga tayyorlik qilamiz bo'diq navbatlik 2027-yilda. Shuningga shu saylovga qatnashish uchun shu kimlik kerak. Shu kimlik bilan qatnashadi. Va iyona qilish nimasi bor hukumatga. Shuningga nim qildik. Buningki nimalar tafsilotini hukumatning ichidagi ishni bitkazib bo'lgandan keyin o'tirg'a tashlaymiz. Xalqqa, omon xalqqa aytamiz. Shu. Buni aytdi, pek yaxshi şopda, agar qo'lingizda bir Sharq Turkistonning fuqarolik kimligi bo'lsa, demak buni aytib faxrli ish bo'ladi. Qo'lingiz to'q xotirjam yurasiz va saylovni buning asosan tizimlab mush bo'yicha qilsak, biz bir qadam bu davoni bir qadam ilgarilatgan bo'lamiz. Tibetniki bodi dedik qo'ya. Shunga o'xshash biz amaliy ish bilan o'zimizning natijasini xalqqa ko'rsatamiz. Hamda Tibetniki buningki ko'k daftari deb bizning bor, simvollik pasportni demaydi ekan. Nima Green Book deydi o'sha ko'k daftar deb. Hamda ba'zi deydi simvollik pasport desak, ammo unikini ko'rdik, berib ko'rdim men. Uniki oddiy yomon staple qilib qo'ygan nima daftar deklamken daftar chaqdik. Shuningga shu har 5 yilda baj to'lash nimasini bosh surati bor, men tug'ildi ismim Mao Aqchko'chi deb pasportning bosh nimasidek, ammo qolgan yeri shu har 5 yilda har yilda bular Tibet hukumatiga, surgun hukumatiga baj topshiradi, shuningki topshirganning tamg'isillan banasi ekan. Umma shu anadagi saylovga qatnashish uchun ishlatadigan kimlik ekan desak bo'ldi. Ammo bek oddiy pasportdek muammasi nima emas. Agar biz shuni qilay desak, uni qila olamiz. Ammo u bek formal official dek emas ko'rmadim. Shuning bilan hozircha qila oladiganimiz official shaklda security layer amanasi bor.
programmani nima qildik va o'sha kimlik bostiradigan mashinasini Bunun oldik. saxtasından saqlanğılı olduğan şirketler var. Manasi bor 100% qanda Amerikaning pasport karti qanda bo'lsa yoki Yevropaniki kimlik qanda bo'lsa, Turkiyaniki rasmiy davlat kimligi qanda bo'lsa, shunda suhbatlik chiqadigan programmani va mashinani sotib oldik. Asta-asta buni chiqarishga boshlaymiz. Yana degandek, shu avam xalqqa, umumiy fuqarolarimizga Sharq Turkistonniki muhojiratga shularga shu 11-oyning 12-sida rasmiy echib o'tamiz. Rahmat. Burada bir-birimizning kimlikni varmı deb surishtirgan bo'ldik-da. Endi biz Asr davlatlar haftaligi munosabati bilan hukumatimizdan bayonot e'lon qilib, Amerika hukumati va parlamentining Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilganligini rasmiy e'tirof qilishini qayta talab qildik. Bu xalqaro matbuotlarda cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi, hatto Amerika ovozimi Xitoycha maqola e'lon qildi. Ammo bizdan boshqa mayli o'ngchi, mayli so'lchi bo'lsin, hech bir tashkilotdan bu to'g'riliq sado chiqmadi. Siz bu to'g'risida ozroq so'zlab berasiz. Bu endi hammadamga ma'lum bo'lgandek, bu 7-oyning 3-haftasi tutqun, ya'niki esir desak bo'ladi. Esir davlatlar yoki millatlar haftasi desak bo'ladi. 1959-yili 7-oyning 17-yili shu vaqtdagi Amerika 59-yili shu vaqtdagi Amerika parlamentininki umumiy parlamentniki tasdiq bilan 86-90 qonun deydi. Esir davlatlar ya millatlar qonuni deb bir qonun bekitdi. Va u qonunda shu kommunizmninki tüpeylidən mustaqilliqidan mahrum qolgan davlatlarni tilga oladi. Onun ichida Tibetmi bor va Sharq Turkistonmi bor. Turkiston deb e'liqliq, chunki u vaqtda ikkili ham Sharq Turkistonmi, ham G'arb Turkistonmi esir ostida. Va u Amerikaning qonunida deydi, bu nimada bu esirga tushgan davlatlarniki yoki millatlarniki mustaqilligini va ozodlikni, hurlikini qaytadan asli keltirish, ya'ni qo'llash bizning majburiyatimiz, bizningki milliy manfaatimizga muhim deb qaraydi. Va shularni biz Amerika davlati rasmiy shaklda Amerika xalqininki shu asr ostidagi millatlar yoki davlatlarga mustaqilligini va erkinligini, hurlikini asli keltirish uchun istoshlik bildi va shularga yordam berdi degan nimalar bor. Va shu vaqtdan tortib hozirga qadar ta shular mustaqil bo'lguncha, mustaqilligini asli keltirib, hurlikini asli keltirguncha biz mush asr davlatlar yoki millatlar bilan bir safda turamiz va bu bayonnomani har 7-oyning 3-haftasida davom qilamiz deb buyruq bor. Shuningga asosan bu fursatdan foydalanib biz yana izchillik shaklda Amerika hukumatiga o'zingizning e'tirof qilgan ahdnomanga, o'zingizning qonunga uyg'un shaklda harakat qil. Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besilgan bir davlat deb e'tirof qil. Bizningki mustaqilligimizni asli keltirish kurashimizni hurmat qil va qo'lla deb chaqiriq qildik va undan sirt Amerika parlamentininki kengash palata bo'ldi-ku, senat degan. Kengash palatadagi unda midilinmagan Uyg'ur qonun loyihasi bor. Shuni tizdan ma'qullab bo'lib shu nimaga avam palatadan o'tganga o'xshash qilib, ya'ni
Tashqi ishlar ministrligida shu bizning Uyg'urlarga mas'ul bir moslashtiruvchi ishxonasini tasdiqlashni shuningga qaytib tuzdim ma'qullanglar deb bu bayonotnomani bu chaqiriqni qildik. Buni surgun hukumat qildi va Sharq Turkiston milliy harakati qildi. Ne afsuski boshqa tashkilotlar, aktivistlar, mayli kishilik huquq aktivistlari bo'lamdi, mayli mustaqilchi aktivistlari bo'lamdi, mayli diniy haqlar aktivistlari bo'lamdi, yoki ulamolar bo'lamdi, ziyoli bo'lamdi, boshqa nim bo'lamdi, hammasi jimjit turib oldi. Bu nayt ichinishlik. Bu millatimizningki umumiy taqdiriga taqishadigan narsa. Bu hammamiz, masalan, kishilik huquqchi ba'zi tashkilotlar bor, voy biz mustaqilchi deyotgan. Mustaqilchilik eg'iz bilan bo'lmaydi. Eg'izdagi men mustaqilchi deganga hech kim ishonmaydi. Amaliy harakat bilan bo'ladi. Agar bu narsa bayon qilinmasanglar, sizning mustaqilchiliginglar yoki boshqa nimanglar tamoman yolg'on. Hatto u kishilik huquq davosingizmi tamoman yolg'on. Dindorligingizmi tamoman yolg'on. Bu hammamizning vazifasi. O'zini Uyg'ur deydigan, o'zini Sharq Turkistonlik deydigan har qanday vijdon sohibininki vazifasi bu. Bizniki hammamizning qo'limizda telefon bor. WhatsApp'larimiz bor, Facebook'larimiz bor, Twitter'larimiz bor. O kadar jiqish ketmaydi. Amerika o'zining qonunini ijro qilib, Sharq Turkistonninki besilib olganligini e'tirof qildi deb bir tweet yozishga. O kadar jiqish ketmaydi. O kadar aqlli ziyolilarimiz bor ya, bizni yaratmagan o kadar aqlli ziyolilarimiz bor. O kadar nimalar bor, tashkilotlar bor. Bizni aqlsiz deb yaratmaydigan. Nima ishga sukut tursizlar? Nima uchun nim qilsa? Bu sizlarga nima ziyon keladi? Bu yerda Xitoydan boshqa hech birisiga ziyon kelmaydi bu. Xitoydan boshqa va Xitoyning g'alchilaridan boshqa hech qanday bir tashkilotga, bir davlatga, bir shaxsga ziyon kelmaydi. Bu bizni hukumatni ko'tarib qo'ymaydi yoki meni ko'tarib qo'ymaydi. Hammanglar o'xshash qilsanglar, shu millatimizning bir kun baldu bo'lsinmi, davlatimizning bir kun baldu bo'lsinmi, qutulishiga asli qo'shgan bo'lsizlar. Harakat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizningki xalqimizningki umumiy mayli tashkilotlardan bo'lsin, mayli boshqildan bo'lsin, xalqimizning umumiy bo'lsin, bir ham xiyol bor. Turkiya qutqizib qo'ydi. Amerika qutqizib qo'ydi. Musulmonlar qutqizib qo'ydi. Haq kelib urushib bo'lsa bizga, bizni qutqizib bo'lsa, undan keyin biz berib aşağıda o'tirib taxt o'ttirsak, nima qanday tatbiq ham xiyol bu. Men hozir deb qo'yay buni. Buni ne chiqitdim dedim, yana takrorlayman. Biz uchun ne Amerika, ne Yevropa, ne boshqa bir davlat, ne Turkiya, ne musulmonlar qilchi biz uchun qilchi bir janini nim qilmaydi. Biz uchun urushib bo'lmaydi. Biz uchun ulab bo'lmaydi. Uni biz o'zimiz qilishimiz kerak. Biz o'zimiz urushishimiz kerak. Biz o'zimizni qutqazmasak, boshqasi kelib bizni qutqizib qo'ymaydi. Ammo boshqalarning qila olmaydigini, bizda shu urushi, shu badalni to'lash jasorati bo'lsa, shuni ko'rsa, bizda shu qonimizni to'kalaydigan jasoratni, jinimizni beralaydigan, milimizni sarf qila oladigan jasoratni va ruhni ko'rsa, bizga shu qo'lga shu ishni qiladigan narsani bera oladi. Shu sharoitni yaratib bera oladi. Uni qila oladigan shu. Uningdan ortiqni qilmaydi. U va zaminni, u Sharq Turkiston zaminini ozod qilish, ya'ni shu bizningki, ya'ni umumiy Sharq Turkiston xalqining majburiyati. Amerika yoki bosh Turkiya yoki musulmonlar kelib biz uchun urushib bo'lmaydi. Biz uchun janini to'kmaydi, qonini to'kmaydi. Biz haq uchun urushib beramiz, haq uchun janimizni to'kib bergan bizdan boshqa besarang millat yo'q. Bir ahmoq millat yo'q. Boshqalar bizdek ahmoq emas. U faqat shu manfaatiga to'g'ri kelsa, agar bizda shunda ruh, shunda jasorat
bolsa, andan keyin malıga azaraq yardam qilsam, düşmeni bolgandan keyin düşmenimni qanta alaydı ekanman, malı arqılıq dep o yardamni berdi. Ondan keyin o vatanni azad qilish, o davlatimizni qaytadan tiklash bizning majburiyatimiz. Shuning uchun bu ham xiyolni unutinglar qarindoshlar. Men nima ish qila olayman vatanim uchun deb o'zingni tayyorlanglar. Va bu tayyorlik, bu ifodalashning bu xalqaraga, ma millatning o'lmaganligini ifodalash uchun mushunda talablarni meyli anlasın, meyli anlamasin davamlı qilib turishimiz kerak. Biz Xitoyning tajovuzchini qabul qilmaymiz. Sharq Turkiston uchun mustaqillik uchun biz kurash qilamiz degan ang az deganda ag'zaki va resmiy bayonotlar shaklida davomli o'tirib qo'yishimiz kerak. Onundan keyin Xitoyning, ya'ni bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoyning boshqa dushmanlari bizni izlab topadi. Ular biz uchun urushmaydi. Agar bizda urush niyat bo'lmasa, agar bizda urush uchun jasorat bo'lmasa, ular bizga kelib, biz sizlarni qutqizib qo'yaylik demaydi. O'zingni qutqizish niyating bo'lma, niyating bo'lsa keladi deydi. Niyating bor ekan. Unda mening yordam bera oladiganlarim manchilik. Ben sana diplomatik şekilde devletimning xalqaro qonun bo'yicha besilib davlat deb e'tirof qilib bera olaman, mush talabni qilsang. Uni qilib bo'lgandan keyin agar adaming bo'lsa, urush uchun niyating bo'lsa, vataning uchun joningni melingdan voz kecha oladigan niyating bo'lsa, kuching bo'lsa, o vaqtda ikkinchi bosqichga kelib sana shu dushmaningni o'zingning vataningdan qo'g'lab chiqarish uchun keraklik maddi yordamlarni bera olaman deydi. Ammo hiçbir vaqt sen uchun o'lib birman, sen uchun urushib birman, sen uchun jonimni, askarimni fido qilaman demaydi. O'zimiz qilishimiz kerak. Shuning uchun biz shu tayyorlikda bo'lishimiz kerak. Xalqdan boshqa xalqarodan qutqizib qo'yamikin, boshqasi kelib qutqizib qo'yamikin deb 70-necha yil shunda o'tkazib o'tdik. Rahmat. Va bugungi kuni keldik. Hammamiz o'zimizdan so'rashimiz kerak. Hammamiz o'zimizga tayyorlik qilish, o'zimizni tayyor tutishimiz kerak. Va bir ish chiqsa, men vatan uchun hamma narsamni tashlab, oilamni, bolalarimni hammani tashlab vatanim uchun jangga otlana olayman deb o'zimizni tayyor tutishimiz kerak. Onundan keyin vatan qutuladi. Onundan keyin shu vatan uchun kurash qilsak, shu vatan uchun o'lsak, shu vatan uchun dushmanning qinini to'ksak, onundan keyin tajovuzchilarni vatanni qo'g'lab chiqib qolsak, onundan keyin vatan ozod bo'ladi. Quruq gap bilan mumkin bo'lib boshqasi kelarmikin yoki boshqalik qilyapti-da, biz o'tirib tursak bo'larmikin deb unda ishlar bo'lmaydi. Rahmat. Yana deydiganim barliq tashkilotlarga, aktivistlarga, diniy ulama, ziyolilarga hammamizning birinchi majburiyatimiz mushu vatanimizningki, davlatimizning asli keltirish uchun harakat qilishimiz kerak. Qo'limizdan nima kelsa, agar qo'limizdan hech narsa kelmasa-mu, bir yozma, bizniki hozir cho'ng besh kelmaydi. Bayonotlar qila olamiz. Agar bayonotlar qila olsak-mu, shuni qilishimiz kerak. Agar yoza olsak, yozishimiz kerak. Agar xalqimizga kallasini o'yg'itib, milliy jihatdan, ruhiy jihatdan, diniy jihatdan tayyorlik qila olsak, shuni qilishimiz kerak. Boshqa narsani tashishimiz kerak. Bizga oldimizda bir oxirgi fursat bor. Buni kichikina aqli bog'la buni ko'rib tura oladi. Dunyoning vaziyati o qadar tez o'zgaryaptiki, bizga oxirgi bir fursat keladi. Bu fursatni yo'qotib qo'ysak, tamamen qirilib yo'qilamiz. Tamamen yo'qilamiz. 10 yildan keyin, 20 yildan keyin biz tamamen yo'qilib ketamiz. Shuning uchun bu fursatga biz tayyor turishimiz kerak. Shuning uchun biz har qaysi davlatda qanday yardım bo'lishimizdan qat'iy nazar biz xalqaroga Sharq Turkiston xalqininki mustaqillikni asli keltirish irodasi bor ekanligini davomli deb turishimiz kerak. Va shu mustaqillik uchun jonimizdan, milimizdan kerak bo'lsa, hamma narsamizdan voz kecha oladiganligimizni xalqaroga davomli
bildirip turuşumuz gerek. Onun dikin yardımla kilidi. Hem Allah'dan mı kilidi, hem Allah'ın kulu yardımı bilen başka adam mı kilidi qarindoshlar. Rahmet. Her zaman özümüzün iradesini doğru eksiltirip dursak, başkalar bizge fırsat vermeydi. Hem de bizim aldığımızda, mesela biz kılalaydıgan bir namayış var. Yerken ilişki kırgınçılığı doğruluk, aldığımızda 28. iyul namayış çıkmakçı bu doğruluk bir seferberlik yapasınız. Albatta. Yana bir daftab qo'y, fursatni aldığımız fursat kemmisimi fursatni özümüz yaratışımız gerek. Her qandaq imkoniyatdan foydalanib, fursat bo'lmasimi o fursatni biz özümüz izlab yaratışımız gerek aziz qarindoshlar. Ondan keyin qalbi qilamiz. Hamda yana bir fursat biz uchun aldığımızdaki bu Yarkent qirg'inchiligininki 10 yilligini xotirlash, namoyish eng oddiy, eng aqalli va yakshanba kunida hammamizningki u kunda ko'pinchalarimiz ishlamaymiz. Başka bir cho'ng bir banalı yok. Çıkışımız gerek. En az deganda bu qirg'inchilikni xotirlashimiz gerek, la'natlashimiz gerek va xalqaroga dunyoning har qaysi joylarida, yolg'iz Amerikada emas, dunyoning har qaysi joylarida yolg'iz bir kishi bo'lsakmi, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun shu xalqaro davlatlarni, o'zimizning turishlik davlatlarini harakat qilishiga, o'zininki xalqaro qonuniga asosan, kishilik huquq qonunlariga asosan, irqiy qirg'inchilik to'xtatish moddalariga asosan harakat qilishini chaqiriq qilishimiz kerak. Va Sharq Turkiston xalqininki birdan bir qutulish yo'li Sharq Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirish ekanligini qaytadan davomli takrorlashimiz kerak. Va bizningki mustaqillikdan boshqa yo'l qutulishimiz yo'q ekanligini va xalqaro bizga yordam bersa, biz cho'qim mustaqil bo'la oladiganligimizni jakolishimiz kerak aziz qarindoshlar. Hech narsa qilolmasakmi buni Tor orqali, Twitter orqali, Facebook orqali, Instagram orqali nurg'un nimalar bor. Şudan foydalanib bu tashviqotni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Ondan lekin xalqimiz bir kunda necha qatim necha yilni yozdavotman. Canlıq yutar alsak, chiqa olsak, ondan lekin bizningki düşmanimizning düşmanlari, bizningki kelgusidagi hamkordoshlarimiz biz bilan hamkorlashadi. O vaqtda biz aşı arzu qilgan Sharq Turkistonning mustaqillik uchun eg'zimizda voy janimizni berib o'timiz, qilimizni berib o'timiz, andaqlaytimiz, mandaqlaytimiz degan fursat shu vaqt keladi. Endi shu vaqt ko'ramiz. Kim janini beradi, kim qilini beradi, kim bilanni beradi. Allohim hammamizga jasorat ato qilgay. Hammamizga idrok ato qilgay. Hammamizga haqiqiy vatan so'ygisi, haqiqiy iymon ato qilgay. Bizningki bu xalqimizni qutqizish, davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish bizningki insoniy burchimiz, Sharq Turkistonlik burchimiz, Uyg'urlik burchimiz, diniy burchimiz aziz qarindoshlar. Bizning mollalarimiz, ziyolilarimiz, o kadar aqlli kishilarimiz borki, jimjitlam o'tirib boradi va bu jimjitlik dushman qilgan foydalik bo'layotdi. Aksicha bizga ziyon selayotidir. Sizlar agar Xitoy uchun xizmat qilmayotgan bo'lsanglar, agar haqiqiy Sharq Turkiston uchun, Uyg'ur millati uchun xizmat qilayotgan bo'lsanglar, bu jimjitlikni, bu sukutni tashlaysizlar va bu xalqni to'g'ri yo'lga yetaklaysizlar. Bu xalqni mustaqillikqa erishtiradigan yo'l uchun tayyorlikni boshlaysizlar. Sizning vazifangiz shu. Bu vazifani ado qilishlar. Baylarimiz hech narsa qilolmasanglarmi, to'g'ri ish qilayotganlarga, to'g'ri vatan davosini, haqiqiy vatan davosini qilayotganlarga iqtisodiy jihatdan yordam berishlar, qo'llaysizlar. Qila oladiganimiz shu. Qag'inni vaqtda, kelgan vaqtda texmi cho'ng yordam qila oladigan vaqtning keladi. Shu vaqtgacha az bo'lsa-mu zakatninki hammasini bermasanglarmi, bu zakatning yarmini masjid selish uyat tursin, masjidni Sharq Turkiston yana qaytadan sog'il bo'ladi. Chunki o kadar 16 mingdan ortiq masjidlarimiz chiqilib ketdi. Chet elda sepchirishninki, boshqa sep chirishning hech bir
ahmiyeti yok hazır biz için. Vatanını selişimiz gerek. Şu vatanını kançılık tüz kolga alasak, kançılık tüz azat kıla alasak, kançılık devletimizni tüz müstakillikka erişistire alasak, o vaqtda kum degen mäçitni sasaňla Allah mınlap aslap ejranly şu wagty berdi. Amma şunun üçin hazır kıldygynyňla şu müstakillik körüşige ba imkanatyny yetkiçe yardam kılışyňly gerek. O amma halkymyz şu hiç näse kılanmasaňlamy halkymyzyň köpünçisiniň koladan hiç näse kemmisimi az degende teşvikat kılışyňly gerek. Bir tweet retweet kılışyňly gerek, share kılışyňly gerek. Togry näsini halkara uzanyň atrapynyňky meýli dostlaryňla bolsun, meýli başgasynyň bolsun, ba dawany anlatyşyňly gerek. Namaýyş addi oýlagan, hiç näse gerek kemmeýdigan dap karagan namaýyşlyga gatnaşyşyňly gerek. Çünki gerek kiledigan, netije çykdygan näsini körsüler. Diýerginim şu, aň ahyrda Amerikadaky karandaşlarga bolupmy Virginia, Maryland atrapydaky karandaşlar biz şu aldığımızdaki yaşam günü 28 iyulda saat 1'den 3'e Amerika'nınki Aksaray aldıda şu Yarkent kırgınçılıkını hatırlaş bilen birle Amerika hükümetine ve umumi halkarany özününki davamlıq teşvik kılgan kişilik hukuk, erkinlik, öz takdirini öz belgileş, demokratiya degen teşebbüslerine, kanunlarga icra kılıp Şarkı Türkistan'ınki egilik hukukunu, Şarkı Türkistan'ın öz takdirini öz belgileş hakkını, Şarkı Türkistan'daki erki kırılış toqtuşkün ve halkımızın erkinliğine eriş üçün ameli hareketlerini kılışını, cümleden Şarkı Türkistan'ı Xitay tarafından besilip algan bir devlet tabi taraf kılışını, Uygur kanun siyasetini makıllışını ve Amerika Taşqı İşler Ministerliği'de bizning işimizge nasıl bir maslaştırgıç işkanını tasdiqlashini talab qilishinglarni chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Rahmat. Rahmat. Sağlık yuqorida hamma gapni dedi. Vaqtim mansut bilan bizning programmamiz bu yerda to'xtaydi. Eng oxirida bu qitimliq namoyishga ko'proq chiqib, o'zimizning irodasini namoyon qilaylik. Hammanglarga Allohga omonat. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Xayr.